Suhrob aka. Ha? Bir haftaga 200 ming pul berib turing, rosa zaril. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Kerak bo'lib qoldi-da, rosa zaril. Bir haftada qaytaraman. Aniq bir haftada qaytarasanmi? Ha, qaytaraman. Nima uxlatib ketarmidi? Videoga olaman. Jinnimisiz? Ma, 200 ming. Faqat bir haftada qaytarasan. Xo'p. Assalomu alaykum. Buncha kech qolding? 200 minutdan beri kutyapman. Bir haftadan o'tib ketdi. 5 minutga kech qoldim xolos-u. Bo'pti, yur. Bir hafta oldin 200 metr aniqda zo'r somsaxona ochilgan, somsayimiz. Xo'p. Kecha zalga chiqdim, 200 ta ajmani qildim. Endi qo'lim bir hafta og'riydi. Ha, yo'q-e. Davay bekimcha o'ynaymiz. Men yashinaman, sen 200 gacha sanaysan. Yosh bo'lamisiz? Men yomon berkinaman, lekin bir hafta qidirasan. Yuring. Menchi bir hafta oldin 200 ming pulimni yo'qotib qo'ydim. Mana o'sha 200 ming pulingiz kelganimdan beri bir hafta 200 ming deb namyoq qilasiz. Yigit ham shunaqa bo'ladimi? Odamlar yigitda qizchasiga mashina olib beryapti. Jimol. Alfonsi bobom aytgan, haqqing ko'chada qolsa qolsin, lekin qiz bolada qolmasin deb. 5 ming bu.